Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlarga yana bir zamonaviy o'tgan videomdan ko'ra yana ham zamonaviy fermani obzorini santimetr metrlarigacha xudo xolasa qo'ldan kelgancha video qilmoqchiman. Ko'plab savol bo'ldi. Endi bu ham shu ustasi bilan qilinadi. Ustasini ham sizlarga aytib beraman, qanday qurish kerak. Bemalol murojaat qilaverasizlar Ubaydullo akamizga. Mana shu o'lchamlarni hozirlarga aytib o'taman xudo xolasa. Bu fermamiz katta ferma, 200 ta mol sig'adi bemalol. Xo'p do'stlar, xudo xolasa mana qo'limda metr. Endi shu bilan sizlarga razmerlarni aytaman. Bu mana bu kirish joyi hisoblanadi. Kirish joyi bu bemalol tenga kirib chiqadi 5 metr. Endi balandligini o'ziga moslab baland qilaverasiz. Tepasini ham 7 metrcha qilingan. Haligi texnika bemalol kirish uchun xohlasiz pasaytirib ham olasiz. Mana bu yergacha 3 metr. Mana bu o'ralgan joyini ko'ryapsizlar, atrofi 3 metr balandlikda. Endi ozuqa stolini molda aytib o'tdim o'tgan safargi videoyimda, qanchalik balandlikda bo'lishi kerak, qanday holatda hayvon ozuqasini yeyish kerak. Tuyog'i turibdi, ko'rayotgan bo'lsanglar, tuyog'idan mana o'lchayman. Mana 70 cm balandlikda turibdi. Mana 70 dan sal ozroq, endi 70 deb olaverasiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Mana bu balandligi betoni. Endi ozuqasi yeri mana bu oxiri bu yerdan hisoblaysiz. Mana 25 cm bo'lishi kerak tuyog'idan. Endi bunday hisoblasangiz o'zi kelib chiqadi. Hozir ana 50 cm ga bormayapti. Bu degani shu 25 cm bu yoqda 20 cm tuyoqdan baland bo'lsa bo'ladi ozuqasini. Keyin bu balandligini ham o'lchab qo'ydim. Mana bu joyini bu yerda balandligi 85 cm ekan, xohlasiz 90 qilib o'zingiz moslab olasiz. Molingiz katta kichikligiga qarab, mana xohlasiz bunday pastroqdan qilasiz, xohlasiz teparoqdan qilib o'lchab olsangiz bo'laveradi bemalol. Endi buni yana Ubaydullo akaga chiqsanglar, ular spesial ustalar ekan. O'shalar ham sizlarga yana ham takliflarni beradi, qanday holatda. Misol uchun mana bu 5 metr bo'lsa, 4 metrliklari bor, 6 metr bor, oraligini xohlagandek qilib o'lchaverasiz. Bu yer 200 ta sigir bemalol sig'adi, 200 tadan oshiqroq sigir mana yotyapti. Yotgan joylarni ko'rayotgan bo'lsanglar, bu sanab chiqdim. Mana shu bitta qatori 16 ta ekan, naryoqda 16 ta, yana bu yog'i ham. Qisqasi shu taraf yarimiga 50 tadan oshiqroq sigir sig'adi. Naryog'i ham 50 tadan oshiq. U degani bu o'ng tarafimga 100 tadan oshiqroq sigir, chap tarafimga ham shu 100 tadan oshiqroq, umumiy shu 210 tacha sigir bemalol sig'adi. Endi undan ham yana ham ko'proq solsangiz bo'ladi sigirlarni. Sababi biri yotganda, biri ovqatlanayotgan bo'ladi. Shunda o'rin almashib ham yotsa bo'laveradi bu sigirlarimiz. Endi sizlarga hozir kengliklarini ko'rsataman. Yotoq joylarini qanaqangi balandlikda bo'lishi kerak, qanaqangi kenglikda, shularni ham o'z ko'rsataman. Keyin yuradigan joylarini ham o'lchamini ko'rsataman. Xo'p, mana bu yer ozuqasi bo'ladigan bo'lsa, mana yurish yo'lagi bo'ladi. Buni o'zingizdan moslab olaverasiz. Bu yer hozircha 3 metr ekan. Mana shu oralik, bemalol 3 metr oralikda yuradi. Sababi mana mol mana ovqatlanyapsa, bu yoqdan mol turib, bemalol mana bu yo'lda bemalol yurish kerak edi. Mana hozir ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bu sigir qochib turgan. Mana buni oziqlanyapti. Mana bu sigirimiz mana. Orqasida mana bu sigir bemalol mana ikkita sigir mayda yo'llarda bemalol yuryapti. Agar torroq bo'ladigan bo'lsa, sigirda stress paydo bo'ladi. Shularga ham e'tibor berish kerak. Molxona qurayotganda iloji boricha kengroq qilib qilganinglar yaxshi. Bu yerda bemalol ikkita sigir harakatlana olish kerak. Mana yerda bittasi oziqlanayotganda. Joydan ekanam qilaman deb qisqartirganingiz bilan u bitta sigiringizdan 200 grammdan sutdan yutkizsangiz, o'z hisoblayverasiz 100 ta sigirdan qancha minusda bo'lishiga. Shuning uchun iloji boricha mollarga kenglik qilishinglar kerak. Endi mana bu yotgan joyini razmerini aytaman. Mana molimiz yotibdi, ko'rgan bo'lsanglar. Mana shu yerdan bu uni betongacha hisobladim. 2 metr ekan. Mana bu joyga 2 metr ekan, mana bu to'sh turgan joyi. Lekin mana yerdan 2,5 metr ekan, mana turbadan joy. U degani mana bu turbadan, mana shu turbadan, o'rtadan, o'qidan mana shu betongacha 2,5 metr ekan o'lchami. U degani 2,5 metr bu yoqqa, 2,5 metr bu yoqqa. Bu degani mana bu betonimiz 5 metr hisoblanadi. Shu 5 metrni 2 ga bo'linganda ikki tarafga molni yotoqxonasini qilingan. Mana bu beton ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shu 5 metr o'rtasidan bo'linganda 2,5 metr bu yoqqa, 2,5 metr bu yoqqa. Keyin yotish stoli
aytib o'tdim, 2 metr ekan mana bu yerdan. Ustida mana bu beton qilingan, bu degani 1 metr chiqadi mana bu betonimiz. Mana bu yerdan bu yergacha. Endi bu aytib o'tdim, yana rezina qoplanmagan. Rezinani o'rniga hali siz rezina ham qoplasangiz bo'ladi. Biz oddiy o'zini go'nga plus somon sepamiz. Buni balandligi mana bundan o'lchasak 20 sm ekan. Yerdan 20 sm. Mana bu balandligi. Mol 20 sm tepalikda yotadi. Agar siz mana qanday uzun mol boqadigan bo'lsangiz, bu o'lchamlar mana ko'rayotgan bo'lsangiz, axlati yerga tushishi kerak edi. O'sha narsalarni hisobga olingan. Agar yana ham teparoqqa yotadigan bo'lsa, joyingiz ya'ni kattaroq qilsangiz, axlati mana bu yotgan joyga tushishi mumkin. Shuning uchun shu molni ham boqadigan molingizga qarab turib qurdirasiz. Endi standart mana shunaqa quraverasiz. Bu yerdan kichaytirib qo'ysangiz bo'ladi. Turba qo'yib qo'yasiz, mana to'z ustun qo'yib qo'yasiz, bir de uzun qilib, shu bilan u hayvon bu yog'iga yotmay qo'yaveradi. Xolos siz kengaytirib olaverasiz. Iloji boricha molxona quryapsiz, kattaroq qilib quring. Kelajagini o'ylab, yana 10 yildan keyin yana buzib, yana rasod qilmang. Shuning uchun aytib o'tdim, 50 yil, 30 yil, 40 yilda hisobini olib molxona quringlar. Kelajakda xudo xolasa hammamizga ham shunaqa molxonalar qurish nasib qilsin. Endi ashu yana bir bor aytaman. Shu Ubaydullo akaga aloqaga chiqasizlar. Shu aytganlaridagi molxonani har xil stilida o'zi ko'rsatadi. Rasmlarni, kataloglarni o'zingiz xohlagan usulda molxona yasatib olsangiz bo'ladi. Endi suv idishiga keladigan bo'lsak, suv idishi ham mana keng bo'lish kerak. Bemalol mana bunday bitta mol suv ichyapsa, orqasidan 3 ta mol harakatlanish kerak. Yoki ikkala tarafda ham bemalol mana bu tomonda ham, bu tomonda ham mol bemalol suvni ichish kerak. Buni ham plitaga o'rnatilgan. Buni ham balandligini o'lchab qo'yaveray. Hozir metr borligida qo'limda. Suv idishi, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, qancha ekan? 80 sm baland bo'lish kerak ekan tuyog'idan. Keyin chuqurligi 15 sm. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, suv chuqurligi bu yerdan hisoblaganda 30 sm bo'lyapti mana bu yerda. 30 sm idishingiz chuqurligi shuni yarimi 15 sm. Xolos yana baland bo'lsa bo'laveradi. Qisqasi mana shu chuqurligi 30 bo'lish kerak, balandligi 80. 80 da 30 bo'ladigan bo'lsa, chuqurligi qancha bo'ladi? 50 sm bo'lyaptimi shunda? Shunaqa qilib bu suv ichishga ham qulay sharoit bo'lishi kerak. Shularni ham hisobga olishinglar kerak. Mol suv ichayotganda mana tikkaroq qilib ichsa yaxshi bo'ladi. Bemalol ichadi. Lekin ozuqasini aytib o'tdim, 20 sm balandlikda bo'lishi kerak tuyog'ida. 20-25 sm. O'sha holatda maza qilib hayvoningiz oziqlanadi mustaqil. Keyin bu yerda ustunlar faqat temirdan qurilgan. Oldingi molxonamiz, sigir sig'adigan molxonamiz yog'ochdan edi umuman, ustunlari ham, to'sinlari ham, ustunlari ham. Lekin bu hammasi katta mana bunday temirlardan qilingan. Bu ustunlarni ham ko'ryapsizlar. Juda katta baquvvat materiallardan qilingan. Bu yog'i mana kichayib ketgan. Bu taraf semiz, bu yog'i kichaygan. Molxonamiz qishin yozin ochiq havoda turadi. 15-20 gradus sovuqda ham mana bu yerda suv muzlamaydi. 19 gradusda muzlamagan suvimiz. Atrofi umuman o'ralmaydi. Endi Germaniyada ko'p ularga maksimal sovuq kamdan kam bo'ladi. Shuning uchun hayvon molxonasi ochiq bo'ladi. Yana aytib o'tganman, qudurayotganda shu dimoxodini ham qo'shinglar kerak. Tepadan shu issiq havosi, zararli havolar chiqib ketish kerak. Endi bu tagi podvalli. Buni ham o'lchamlarini juda ko'pchilik so'raydi. Endi bu O'zbekiston sharoitiga jinday qiyinroq, sababi uni go'yinda olib chiqib olish texnikalari ham bor. Ularga ham birga olishingiz kerak. Endi baribir aytib o'taveraman buni ham o'lchamlarini. Xo'p, anadan solsak 1 metr ekan. Yo, 1 emas, 1, 2, 80 sm ekan mana bu betonni eni. Yana buni ham o'lchamlarni tashlab qo'yaman. Uni har xil qilib qursangiz bo'ladi. Endi mana bu oraligi, axlat tushadigan joyi mana 1 bo'lsa 3 sm ekan mana bu oraligi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, 4 sm katta bo'lib ketadi. Mana bu oraligi ham 3 sm. Axlat tushadigan joyi. Xudo xolasa endi agar bularga molxona qurmoqchi bo'lsanglar, podvalli 2.10 chuqurligi bemalol axlati 3 oy, 4 oyda to'ladi shu holatda. Keyingi o'rimga shu to'lishi bilan keyingi o'rimda uramiz siloslarni, buni go'ngini olib chiqib tashlaymiz.
Endi molni mana bu kengligi, buni ham o'zingiz nastroyga qo'ysangiz bo'ladi. Buni 1.20 ham bor ekan, katta joylari. Buni kattaytirib chiqqanmiz, mollarimiz kattayib ketdi. Mana bemalol yotish kerak edi. Shuning uchun hozir 1.20 dan ham oshib ketgan. 1.20 chiqsa kerak. Juda oshiqroq ekan bu 1.20 dan. 1.10 qo'ysangiz bo'ladi. Molingiz kattaligi 1 metr qo'ysangiz bo'ladi oraligini, yotish joyini. Bu o'sha svorkalanmagan maxsus oddiy bolotlar bilan qotirilgan bunaqangi. Buni bunday mayli bo'shatamiz, pastini bo'shatamizda, xohlaganda nastroyga qo'yamiz. Bu yerga qo'yishimiz mumkin, bu yoqqa qo'yishimiz mumkin. Kengaytirib, toraytiraverasiz. Umuman svorka ishlatilmagan bu molxonani qurayotganda. Hammasi o'sha tayyor firmadan keladi-da. Shuni qotirib qo'yadi. Lekin O'zbekistonda ustakalarimiz ham iloji boricha shu mustahkam, chiroyli molxona qurishyapti. Yevropa standartlariga javob beradigan. Agar shunaqangi ferma quradigan bo'lsangiz, uzoq yillar avlodlaringiz ham bemalol foydalanadigan ferma bo'ladi. Bu kattakon qilib. Ozuqasini ham mana bemalol texnikaga kirib, ozuqasini tarqatib ketadi, hayvonlar ham chiroyli qilib, maza qilib ozuqasini yeyishadi. Ko'ryapsiz, erkin yurishadi. Mana ozuqasini yeydi, yotadi, suvni ichadi. Shunday qilib, bu yer ferma, bu sut ishlab chiqaradigan joy, shu yotoq joyi. Asosan mana yotganda sut ishlab chiqaradi. Shuning uchun yotoq joyini chiroyli qilib qo'yinglar, ozuqa stolini chiroyli qo'yinglar. Umuman mol stressga uchramaslik kerak. Shu ozuqasiga kelayotganda, yotayotganda ham mana bu beton chiqib qolmaslik kerak. Tay beton. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana beton. Buni biz har 1-2 oyda bir to'ldirib turamiz. Buni o'sha molni otni go'ngi bilan, u haqida ham videolar qilganman. Mana bu tizzasi mana yotganda tizzalari mana turyapti, ko'ryapsizmi? Beton bilan turadigan bo'lsa, mana shu yer yara bo'lib ketadi agar beton bo'ladigan bo'lsa. Shuning uchun yumshoq bo'lish kerak. Ko'rdingiz hozir mana holatda oyog'i oldi yuk qancha tushadi? Kamida 100 kilodan oshiq yuk bilan turadi mol. O'shuning uchun masalan bu joyi yumshoq bo'lish kerak. Mana izi ham chiqib qoldi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yer yumshoq. Bemalol oyog'im bilan zararlanmaydi. Agar beton bo'ladigan bo'lsa, rezinkadan ham mana shu usul yaxshi. Rezinkangizda ham bar har qalay jarohat olmaydi-yu, lekin bunisi yaxshiroq deb bilaman rezinadan. Xohlasangiz rezina qo'ying. Keyin molingiz mana bemalol mana tuyog'i ham shikastlanmaydi. Endi Germaniyada yana betondan ham voz kechish yo'llari izlanyapti. Bunga alternativ qanaqangi usul bilan foydalansak bo'ladi deb ko'rishyapti. Endi bu betonni ham chiqarishib yuboradi. Uni o'rniga boshqacha mana bunday to'shamaga o'xshagan narsa qilish mumkin. Endi yildan yilga bularning qonuni ham o'zgarib ketyapti. Endi ko'ramiz endi. Betonda ham baribir oyog'i mana yurganda 800 kilolik yuk bilan jarohat olib qolishi mumkin. Shuning uchun oldini olish uchun boshqa usullarni o'ylab ko'rishyapti. Barchalarga rahmat. Xudo xolasa video yoqqan bo'lsa, bitta klass bosib qo'yasizlar. Keyin shu yana qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, mana shu pastdagi nomerga Ubaydulla akaga aloqaga chiqasizlar. Sizlarga shu hamma ipidan inasiga to'g'ri sizlarga tushuntirish beradi. O'zi qurib, hamma yo'g'ini o'zidan materiallarni olib, o'zi sizlarga chiroyli mana shunday zamonaviy ferma qurib beradi. Barchalarga rahmat. Sog' bo'lasizlar.